padaringga la'nat, bola bo'lmay balo bo'lgur deganga o'xshagan so'kishlar xalqimizda uchrab turadi. Azizlar, farzandimni olim bo'lishini, dono bo'lishini, bir ustoz bo'lishini xohlasangiz, unaqa so'kishlar bilan so'kmang. Axir ana o'sha she'r bor-ku, bir mushtipar onaning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan bir tinch kuni yo'q ekan. Qozondagi ovqatni tepib qochar ekan. Meshidagi suvini sepib qochar ekan. Qarg'ar ekan onasi qila olmasdan epini qirqib qochib ketganida kir yoyilgan ipini. Demas ekan haromi, xumpar, nima bo'lsang bo'lgur, bitta ekan qarg'ishi Ka'baga iymon bo'lgur. Niyat yetdi, vaqt etdi. Onaning ana shu o'g'li iymon bo'ldi Ka'baga. Ne shohu sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir etlar namoz. Farzand yozilmagan bir oq qog'oz kabidir. Unga nima yozsangiz, kelajakda shuni o'qiysiz. Sahifamga obuna bo'ling. Bunga o'xshagan foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaysiz.